Havolaga kirib olamiz. Kirganimizda sizlarda aktivirovatni bosasizlar. Menda hozir akkaunt borligi uchun boshqasida ochib ko'rsatib beraman. Mana kirganinglarda shunaqa nomer so'raydi. Nomer terganinglarda shunaqa kod keladi Telegramga. Kodni kiritasizlar. Ana ism familiyaga xohlagancha yozaverasizlar. Faqat esinglarda qolsin. Keyin buni ham so'raydi-da. Yaxshini bosib o'tamiz. Barmoq izi bilan deyapti. Keyinroq qilamiz. Shart emas barmoq izi bilan. Mana kirganimizda yana aktivirovatni bosamiz. Endi karta kiritish so'rayapti. Karta kiritamiz. Kirib karta raqam, amal qilish muddatini yozamiz. Kartani yozganimizdan keyin podключitni bosamiz. Keyin SMS bo'lib kod keladi. Ana shuni kirgizamiz. Mana oxiridagi kodni kiritamiz. 6 talik kodni. Va to'lashni bosamiz. Shunda kartadan 1000 so'm yechiladi. Biroz shunday kutib turamiz. Mana ne qilamiz buni? Buni ham kirish shart emas. Bo'ldi. Yandex ochildi. Ro'yxatdan o'tdik.